Nevroz, qo'rquv, vahima, xavotir, ichki bezovtalanish klasterini bu 8-mavzusi bo'ladi. Bugungi mavzuda nevroz nega ketmayapti? Mana shuni ko'rib chiqamiz. Avvalambor nevroz bizdan ketishi uchun biz nevrozga yo'l ochishimiz kerak. Hozirgi vaqt nevroz holatlari bizda bor, buni bilamiz. Bu yutuq sizlar uchun. Avvalambor bu yutuq. Negaki o'z nevrozi borligini bilmay yurgan insondan ko'ra o'z nevrozi borligini biladigan inson yutuqda bo'ladi. U kamroq shubhalanadi, ikkilanadi. Masalan, baribir vahima hujumi bo'lganda, qaysidir напряжение bo'lganda ikki tomon ham ikkilanadi, lekin baribir nevrozi borligini biladigan odam nisbatan yaxshiroq variantda yuradi. Endi biza nevroz ketishi uchun yo'l ochishimiz kerak. Bu yo'l nimadan iborat? Bu yo'l o'zimizni chuqurroq bilishdan, o'zimizni nevrozimizni chuqurroq tanish bilan birga bo'ladi. Masalan, sizlarga mana savol beraman, nimaga sizlarda qaysidir qo'rquv bor? Nimaga sizlarda qaysidir vahima holati bor? Nimaga u qayta keladi sizlarga? Yoki nimaga sizlarda tinmay aylanadigan yomon xayollar bor? Nimaga sizlar qaysidir kasalliklardan qo'rqib yashaysizlar? Nimaga sizlarda qaysidir simptomlar bor? Nimaga yuraginglar tez urib ketadi? Nimaga boshinglar aylanadi? Nimaga o'zimdan ketib qolaman deb o'ylaysizlar? Nimaga sharmanda bo'laman deb o'ylaysizlar? Nimaga hatto o'lib qolaman deb qo'rqasizlar? Mana shu savollarga meni ko'rib turgan hozir 90% gacha nevroz javob bera olmaydi. Lekin shu savollarga javob berishni boshlaganingizda, shu savollarni chuqurroq o'rganishni boshlaganingizda o'z nevrozingizni ketishiga sekin-sekin yo'l ochgan bo'lasiz.